Shundoq sergiliydi Media Park tagida. Shundoq ro'parasida 9 qavatli bino bor. 9 qavatli binoni birinchi qavati 95 kvadrat metr. Skvoznoy planirovka, 9/1, balkonni tegi ham podval qilib qo'yishdi. 2/6 balkon. Faqat naqdga sotilyapti. Uyimizni narxi $90 ming. Ozgina sunnatiga o't beramiz. O'rta holat uyni ko'ramiz. Xo'p, qurib olgan bo'lsa, men bunaqa planirovkada yashaganman-da o'zim. Prosta yaxshi, hozir esimga tushib ketdi o'zim. Bu yerda sanuzel bo'lgan, ochib yuborilgan, kuxnya balkonga olib chiqilgan 2/6 balkon. Bu yerda mana bitta xonamiz. Oynalar reshotka qilingan, skvoznoy planirovka. Bu yerda faqat ayollar, bu xonani ko'rsanglar bo'ladi. Bu xonada faqat ayollar bor ekan. Omani u. Tak, sanuzel, uyimiz holati o'rta. Bu yerda mana 3,5 ga 5 zal. Xullas, ikkita spalnya, ikkita zal bo'lyapti. Bu mana hol, skvoznoy planirovka, birinchi etaj bo'lganiga ikki yoq tomondan ochib yuborilgan. Xo'p, okalar, uyimiz faqat naqdga sotiladi. Birinchi etaj, yo'l yuziga yaqin, Sergeli 8 da joylashgan. Uyimizning narxi $90 ming. Ozgina sunnatiga nimadir o't beramiz. Faqat naqdga sotiladi. Hammaga rahmat.